Mana aka tuzaldi. Endi bemalol ishlatishlar mumkin. Rahmat aka, o'zi qancha bo'ldi? Aka sizdan 15 ming so'm bo'ldi. Mana uni oling aka, qaytimi kerak emas, men roziman. Yo'q aka, menga ortiqcha pul kerak emas. Mana aka. Jon deb olmaysizmi? O'z bolalaringizga tuzukroq biron nima olib kira olasizmi? Sovuqda o'tirganingizga rahmim kelib bergandim men sizga. Aka, men oilamni o'zimni peshana terim bilan boqaman. Birovni bergan sadaqasi bilan emas. Ja qo'lingiz ochiq, saxiy inson bo'lsangiz, boquvchi oilalar bor, yetim yesirlar bor. O'shalarga bering aka. Meni Xudoga shukr, turmushim sog'. Oilamni o'zimni kuchim bilan boqaman. Mana pulingizni olib qo'ying. Aka, uzr. Qilayotgan ishingizga qarab sizni mensimagan ekanman. Haqiqiy erkak ekansiz. Shuning uchun aytsa kerak-da, erkakligi millionlab pul topishida emas, balki halol peshana terisi bilan oilasini boqishida ekan. Gap yo'q aka, omadingizni bersin. Rahmat.